21-25 santimetr sразу после процедуры гусеница bo'lib orqadan chiqib qoladi. O'shanga biz ko'pgina qilib o'sha lipolitikda tayinlab urib beramiz. Bizda rezultat bo'ldi. Olganmizda santimetrda, например, deylik 110 bo'lgan bo'lsa, taliya hisobida сразу после процедуры обязательно borib, ana должна сказать tualet, keyin kelgandan keyin обязательно мы после qilamiz. Eng ko'pi bizda ketdi deylik 21-25 santimetr сразу после процедуры. Bu qanaqa biz o'lchaymiz? Обязательно ko'kragida tagini, taliyani и обязательно eng katta большой объем живот deydi, qorinda. O'shani o'lchab, общий объем qorinda 21-25 santimetrgacha сразу после процедуры 100 kilodan oshiq insonlar kelganda shunaqa biz rezultat ko'rganmiz, natijani ko'rsatganmiz.